Yoruq sayıllar keşmişlərinin xatırısı. Yoruq sayıllar şahitlarının bayanı. Unutulmaz keşmiş ve məngülük əslime. Yoruq sayıllar. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yoruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinglar 20-ci əsr Uyğur tarixidagi buyuk ijtimoiy islohotchi, yangi ma'rifchilik harakatining bayraqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 1924 yılı 8 ayının 14 günü yerim keçidi yüz bergen qanlıq suiqasd Pütkül Qashqa şəhərini matam qayg'usiga cho'mdirdi. Qutlug' Hoji Shavqiyning so'zi bilan aytganda, millatni zulmat qorong'uligidan yo'riqlikqa boshlagan bir nurliq yulduz Qashqa osmondan soqib tushidi. Kishilar gangiraydi, taliblar haza tutadi, tuman suyi qon bo'lib oqidi. Abduqodir Domollamning hayoti va mujodila yo'li haqida cho'nqur tonishga ega professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domollamning vaqtsiz o'limi Uyg'ur xalqi uchun to'ldirvog'isiz bir yo'qotish bo'ldi deydi. Abduqodir Domollamning suiqasd bilan shahid qilinishi ayni chog'da Uyg'ur jamiyati uchun nihoyatda cho'ng bir yo'qotish bo'lgan edi. Mehmetali apandining shu marhum Domolla Abduqodir nahaq ketdilar, gunohi nima, faqat bizga haqni o'rgatdilar degan misrollari shu chog'dagi Uyg'ur sarxillarining shundoqla xalqning musibat tuyg'u va hissiyotlarini aks ettirib berdi. Butkul Uyg'ur xalqi bo'libmi Qashqa xalqi bu zo'r yo'qotishdan haqiqatanmi tengirqab qolgan edi. Abduqodir Domollamning qonliq meyiti minglagan jamoatning ko'z yoshlari ilkida yerlikka qo'yilgandan keyin Qashqa xalqi Abduqodir Domollamga atab marsiya qo'shiqlari to'qigan. Uni tuman suyining liqshib eqiyotgan shavqinlarga tankash qilib o'qigan edi. Tağu taşlar tevrinip Qattiq çaqmaq çaqqan mu? Tümen suyi qan bulup Bugün tətir aqqan mu? Qashqarning havasini Çang tumallar basqan mu? Qashqarning jahonini Qayg'u matam basqan mu? Ay tutulmaz debdimiz Gün tutulmaz deptimiz, Domollamga yüzler, qasd qilmaz deptimiz. Bulbul idin bu bağda, sayrar idin bar çağda, Düşman sendin ayrıdı, hecep mu yaman çağda. İdin bek mu çıraylık, Abduqodir emas mu? Xalqimizga yo'l boshlab Ömrün o'tgan emas mu? O'ltirgizdi düşmanlar, Ko'rolmagan raqiblar, Sana to'kib ko'z yeshi, Yig'lab qoldik dardmanlar. Joying bo'lsin jannatda, O'rlar bo'lsin xizmatda, Unutmaymiz Domollam, Silini abadil abadga. Abduqodir Domollamning vaqtsiz o'limiga eng qattiq ichingan, bu yo'qotish elib kelgan g'oyat zo'r bo'shliqni cho'nqur darajada his qilgan kishilar shak shubhisizki Abduqodir Domollamning maslakdoshlari va fikrdoshlari edi. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taron Uyg'ur apandi Abduqodir Domollamning o'limidan keyin ayni vaqtdagi Uyg'ur sarxillarining orqa-orqadan marsiya yezib, o'zlarining qayg'uliq hissiyotini bayon qilganligini ta'kidlaydi.
Abduqodir Damollamning o'limi Sharq Turkiston xalqi uchun bo'libmi, ayni chog'dagi ziyolilar uchun o'rni to'lg'isiz bir yo'qotish bo'lgan edi. Bir ma'naviy ustozninki tuyuqsiz o'limi butun xalqni bo'libmi ziyolilarni qattiq qayg'uga cho'mdirgan, shundaqla gangirtib qo'ygan edi. Abduqodir Damollamninki vafoti munosabati bilan nurg'un ziyolilar qo'li qalam ilib marsiyalarni yozgan. Qutlug' Hoji Shavqi marhum Abduqodir Damollamning eng yaqin fikrdoshlardan biri edi. U cheksiz azob va motam ilkida qo'liga qalam ilib, Abduqodir Damollam haqida munu misralarni yozdi. Bu zamanning kasbidir nayrang va yetkizmak zarar. Odatiy jabru jafo yo'qtur mürüvvetten asar. Vah, acab çalqi peleknin aylı nar tətur haman. Eyligey lahva razıl, düşman ana ahlu hüner. Dünyayı pani bivapa, azgunda yok paklık sapa. Fikri xiyolidir jafo, merdonlarga yo'q samar. Ay ulug' ustoz, haqiqat konisan hikmatga boy. Alnidab o'tding hamon, hasratlanib shonu sahar. Maqsading isloh edi, haq so'zlading yurting uchun. Cahil rakipler toymedi tartıp sana tığu taber. Şumpen seni kıldı şehit, düşmanı kol ve put bolup. Mal'un rakipler maqsdi, algı tartmaktır zahar. Hak yolga salgan başpanah, bizden yo'qolding ahuva. Qoldi bu yurt holi xarob, yo'lboshchisiz yo'q rahbar. Dahshatda atding bizni tark, o'chding ay zulmat yultuzi. Qoldik bu tundi tamtirab, qilg'ochqa san bevaqt safar. Çün Hacı Kutluk matemi, ayrıldı Ali hamdami. Ketti körün kim alemi, pinhan bolup misli kamer. 1924 yılı 14 Avgust'ta Abduqodir Damollam Qashqada suiqasd bilan o'ldirilganda yosh Muhammad Ali Tavfiq cho'chakda edi. U bu chaqda Turkiya safariga otlanish oldida turib Abduqodir Damollamning vaqtsiz o'limini anglagan Muhammad Ali Tavfiq cheksiz azob ichida o'qidi, ortdi nomli she'rini yozdi. Taran Uyg'ur apandi Muhammad Ali Tavfiqning mazkur she'rining yozilish sababi va asli nusxasining tepilish jarayoni haqida anglarmanlarga tuvandagi ma'lumotni berib o'tdi. Ataliq ma'rifchi, shundaqla inqilobchi Mehmet Efendi Tevfik tarafidan shu yili cho'chakda yozilgan shundaqla xalq orasiga o'qidi ochdi degan nom bilan tarqalayotgan bir parcha she'rni tilga o'tishga arziydi. Mazkur she'rda Mehmet Efendi Abduqodir Damollamning nahaq o'limini tilga oldi. Shundaqla oqqarini farq etishni o'rgatgan haqiqatni bildirgan bir ustozninki nahaq holda ketib qolganligiga ichinudi va qayg'urdi. Eng muhimi Mehmet Efendi ayni chog'da Abduqodir Damollamga o'xshash tarixbar va zotlarninki nahaq holda tuyuqsiz qasd kuchirishiningki bir odatga aylanib qolganligidan texmi ichinudi va buni qattiq so'kidi. Mazkur she'r Abduqodir Damollam vafotidan 10 yil keyin, ya'ni 1934-yili Nanjing shahrida Isa Yusuf Abdikin apandi tarafidan nashr qilinayotgan Tianshan, ya'ni Tanrtog' jurnaliniki bir soniga bisilgan bo'lib, mazkur she'rninki asl nusxasiga eng yaqin bo'lgan bir varianti bo'lib hisoblanadi deb o'ylayman. Abduqodir Damollamning o'lim xabaridan yuragi ezilgan yosh Muhammad Ali Tavfiq o'qidi, ortdi nomli mazkur she'rida munu misralarni yozdi. O'qidi, ortdi bizlardan kafir ay musulmonlar. Ko'rgash kafirning ijtihadlarin qaynaydi qonlar. Aç gözüm uyqudun g'aflat ichida uxlagan jonlar. Yaşsun yetimler, şadlansın
cümle insanlar. Yaşap ötmüş babalarımız gaflet içinde. Yadigar kalgan yok bir nokta hikmet anlardın bizge. Havada kuş yanlığı cevlan kılarlar gayri milletler. Kaldık biz 100.000 gez anlardın töven oyla ümmetler. Çıkmadı bizlerden enver kadirli yolunu körsetkenler. Kim bilse pul berip bizlerge adet ani öldürtken. Merhum Damolla Abdülkadir'i nahak kettiler. Günahı kaysı ak, kaysı kara hakni örgetken. Kaşıgerde yetimler hammam altında küldü yatarlar. Terbiyesiz ne işlesin, hoşuk oynap neşe tartarlar. Eyip etmen bizlerini, eyledik eşar ilimgi layık. Şer'iye kaybiri bizim eşarının kelmez muvafık. Yaşsın yiğitler, mehvet olsunlar barçı münafık. Yazıp küye salgıcı Muhammed Ali lakabi tevfik. Qadirlik radio anlıqçılar, yuqorida Abduqodir Damollamning hayoti va kurash yo'li haqida ishlangan maxsus radio programmasining 18 qismini anglatdik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatli radio anlıqçılar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.